Hozirgi vaqtda eng ko'p uchraydigan savollar. Konditsioner tomoq og'rig'iga sabab bo'lishi mumkinmi? Mana shu konditsionerni qo'yganda ham tashqi temperatura bilan xonaning ichidagi temperaturani farqini juda katta qilish kerak emas. Ko'p odamlarimiz farqi katta qiladi. Shu birinchidan konditsionerlangan xonaga kirgandan sovuqdan nafas oladi, tomog'idagi surunkali o'choqlar, surunkali faringit, surunkali tonsillit, surunkali rinit kasallari qo'ziydi. Shundan keyin tomog'ida og'riq bo'ladi, bundan oqib shamollab qoladi kasal. Shuning uchun konditsionerlangan xonaga kirganda birinchidan terlab turib kirish kerak emas, keyin tashqi muhit temperaturasi bilan konditsionerlangan xonaning o'rtasidagi farq juda katta bo'lishi kerak emas. 10-12 gradus atrofida bo'lsa yetarli bo'ladi. Mana asosiy sababi shu.